davom etamiz. Marjonaxon, bilasizmi, hali biz ko'plab raqamlarni aytib o'tdik. Yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar haqida so'zladik. Ammo keling so'z isboti bilan bo'la qolsin. Bu yerda hozir so'z so'ragan Farg'onaning faol yoshlari turibdi. Ularni sahnamizga taklif etsak. Albatta. Marhamat, demak, ularni sahnamizga taklif etamiz. Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, Farg'onalik, Qo'qonlik yoshlar. Men Husanov Rustamjon Ravshanjon o'g'li. Yosh bo'lishimga qaramasdan, Qo'qon shahar axborot kutubxona markazi direktori, Mehr Muruvvat xayriya jamoat fondi boshqaruv raisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Oxirgi 7 yilda axborot kutubxona sohasiga hukumatimiz, davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilib, qaror va farmonlar imzolandi. Buning natijasida Qo'qonda Amiriy kutubxonasi tashkil etildi. Amiriy kutubxonasining moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, bir nechta kompyuterlar, bepul Wi-Fi zonalar, 100 mingdan ortiq kitob fondi, Amiriy kutubxonasining 10 dan ortiq filiali, korxona, tashkilotlar, tibbiyot muassasalari, mahallalarda 100 dan ortiq ko'chma kutubxonalar shahar aholisiga xizmat ko'rsatmoqda. Ma'lumki, kitobxonlik tanlovlarida yoshlarimiz g'olib bo'lib, ota-onalariga avtomashinalar yutib berishmoqda. Ota-onalarning yuzlarini yorug' qilib, otangga rahmat degan so'zni olib berishmoqda. Shokolat yegan inson shokoladni qadriga yetadi. Kitob o'qigan inson esa kitobni qadriga yetadi. Ota-onasini, oilasini, farzandlarini, vatanini qadriga yetadi. Komil inson bo'lib, el va xalqiga xizmat qiladi. Men barcha yoshlarni ko'proq kitob o'qishga da'vat etaman. Bugungi 30-iyun yoshlar kuni bilan barcha yoshlarimizni kutubxonachilar nomidan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har kunimiz mana shunday bayram bo'lsin. Barakallah.